Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa Toshkentga, Chilonzorga olib kelib o'rnatdik darvozamizni. Ikkita egizak darvozamiz, hurmatli aka-ukalar. Sizlardan iltimos qilamiz, kanalimizga yangi bo'lganlar bitta like tugmasini bosib, videomizni oxirigacha kuzatib boringlar. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, videolarimizni ulashib qo'yasizlar. Endi darvozamizga keladigan bo'lsak, darvozamizning eniga 3.49 bo'ldi. Ikkalasi ham 3.49. Bo'yiga 3 metrli darvoza bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. 1.8 listdan, 2 listdan tayyorlab beryapmiz, xudo xolasa. Bunisini eshigi o'ng qo'lga ochiladi, narigi darvozamizniki chap qo'lga. Endi materiallarga keladigan bo'lsak, hurmatli aka-ukalar, stoykalarimiz 10 ga 5 shiveller bo'ldi, profillarimiz 6 ga 4, 1.5 stena, hurmatli aka-ukalar, mashina o'tadigan joylari ham shiveller bo'ldi. Darvozamiz ochilib yopilishini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana darvozamiz ochilishi, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa toshni uruvinga o'rnashdi darvozamiz. Qayerga olib kelib qo'yadigan bo'lsa, ana shu joyda turadi. Shunda uruvinga o'rnashgan bo'ladi darvozamiz, hurmatli aka-ukalar. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Bitta like bosib kuzatib boraverasizlar. Narigisini ham ochamiz, hozir ko'rsatamiz. Orqalari sentr zamon. Ha, zamoylarimiz zubur zamoy, hurmatli aka-ukalar. Zamoylarimizga ham garantiya beramiz. Kraskalarimiz обязательный gruntovkalar bilan urilgan. Mokraspal matviy kraska bo'ldi. 5 yilga garantiya beramiz kraskalarimizga, xudo xolasa. Rangi o'zgarib, quyoshda yog'ingarchilikda zanglab ketmaydi. Mana bu darvozamiz ham xudo xolasa ochilishiga bitta baho berib o'rasizlar. Juda ham ideal holatda chiqdi. Xonadon egalariga iloyim hamisha yaxshi kunlarga ochilib yopilsin darvozalar. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz darvozamiz. Orqalarini ham bitta ko'rib qo'yasizlar, ochilib yopilishlarini. Hurmatli aka-ukalar. O'rtalari har doimgidek sentr zamoy bo'lgan aka-ukalar. Yopilishlarini ko'ryapsizlar, bitta qo'lda oson, bemalol yopsa bo'laveradi. Zamoylarimiz zubur zamoy. Kalitlarimiz 5 talik, hurmatli aka-ukalar. Alohida qulplab qo'yadigani ham bor. Kalitsiz alohida darvozamizni o'zi keyin advenni. Ko'ryapsizlar? Mana yopilishlari juda ham yengil, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, darvozamizga baho berib ko'rasizlar. Mana bu darvozamiz ham orqa qismi. Bu ham xuddi shu holat. Choklarni yopib berganmiz. Qo'lni tashqaridan ko'rinmaydigan bo'lgan. Oshiq-moshiqlarimiz ham 3 tadan qo'yib berganmiz aka-ukalar. Darvozamiz vibrali fasonda bo'lgan. Darvozamiz. Chiqo'rsa. Oldi qismiga o'tadigan bo'lsak, yana mana yopilishlari. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 900 ming so'm, 950 ming so'm tayyorlab beryapmiz. Agar vibrasiz bo'ladigan bo'lsa, mo chetlaridagi vibra bo'ladi. Shu vibralar yo'q bo'ladigan bo'lsa, hurmatli aka-ukalar, kvadrat metri 900 ming so'mdan. Agarda vibrali bo'ladigan bo'lsa, 950 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Faqat voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Oz-moz narxida zajishga bo'ladi. Oshiq-moshiqlarni ham ko'ryapsizlar, 3 tadan qo'yib bergan. Hamma ishlarimiz zakaz bo'yicha bo'ladi. Bu darvozamizning общий summasi, hurmatli aka-ukalar, 19 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. Yana videolarimizda darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirsalaring, keyingi darvozalarimizni, keyingi ishlarimizni to'ldirib ketamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.